keling, bugun juda muhim mavzuni aniq va tushunarli qilib gaplashamiz. 1 iyulgacha 3 ta ma'lumotnomani olib qo'yish kerak. Aks holda pensiya hisoblashda yillaringiz. Ish stajingiz yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotlaringiz to'liq ko'rmay qolishi mumkin. Bu gap faqat bugun pensiyaga chiqayotganlarga emas, hali 40 yoshda, 45 yoshda yoki 20 yoshda bo'lganlarga ham tegishli. Chunki pensiya bir kunda paydo bo'lib qolmaydi. U yillar davomida yig'ilgan hujjatlar, staj ish haqi va arxiv ma'lumotlari asosida hisoblanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, turmush o'rtog'ingizga ham, aka-uka va opa-singillaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo muammoning o'zini tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik odam pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjat yig'ishni boshlardi. Masalan, erkak kishi 6 yoshga, ayol kishi 25 yoshga yaqinlashganda endi pensiyaga chiqaman, mehnat daftarcham bor-ku deb o'ylardi. Lekin amalda mehnat daftarchasining o'zi doim ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshida ishlagan joylar yopilib ketgan, korxona nomi o'zgargan, shirkat tugatilgan, kolxoz sovxozga aylangan, keyin fermer xo'jaligi bo'lgan, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan holatlar juda ko'p. Shunda odam pensiya tayinlashga borganda, mana shu yillaringiz tasdiqlanmayapti. Ish haqi bo'yicha ma'lumot yo'q. Buyruq nusxasi kerak. Arxivdan ma'lumotnoma olib keling degan javobni eshitadi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ma'lumotlar bazada bo'lsa, odam har bir eshikni taqillatib yurmaydi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar eski yillaringiz tizimda ko'rinmasa, agar ish joyingiz ma'lumot topshirmagan bo'lsa, agar arxivda hujjat tartibli saqlanmagan bo'lsa, sizning real ishlagan yilingiz qog'ozda isbotlanmaguncha pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha degan ogohlantirishni oddiy vahima deb qabul qilmaslik kerak. Bu muddatga qadar odam o'zining eng muhim ma'lumotlarini tekshirtirib, kamchilik bo'lsa tuzatishga harakat qilishi kerak. Endi eng asosiy savol, qaysi 3 ta ma'lumotnoma haqida gap ketyapti? Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Birinchisi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Ikkinchisi, ish haqi yoki daromad bo'yicha ma'lumotnoma. Uchinchisi, arxiv ma'lumotnomasi yoki tashkilot tugatgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi, arxiv idorasi. Kadrlar bo'limi orqali beriladigan tasdiqlovchi hujjat. Ba'zi holatlarda bu hujjatlarning nomi biroz boshqacha bo'lishi mumkin, lekin mohiyati bitta. Siz qayerda, qachon, qanday lavozimda ishlagansiz? Sizga qancha oylik hisoblangan va shu ish davri pensiya stajiga kiritilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Mana shu masalalar tasdiqlanadi. Birinchi ma'lumotnoma, ya'ni ish staji bo'yicha tasdiq eng muhim hujjatlardan biri. Chunki pensiyada yillar juda katta rol o'ynaydi. Odam 25 yil ishlagan bo'lsa-yu, tizimda 19 yil ko'rinsa, farq juda og'ir bo'ladi. Siz haqiqatan ishlagansiz, ertalabdan kechgacha mehnat qilgansiz, paxta mavsumida chiqqansiz. Sexda ishlagansiz, maktabda dars bergansiz, shifoxonada navbatchilik qilgansiz, lekin hujjatda tasdiq bo'lmasa, pensiya tayinlaydigan organ buni og'zaki gap bilan qabul qila olmaydi. Mahalladagi hamma biladi. Rahbarimiz tirik, u tasdiqlaydi. Mening hamkasblarim guvoh degan gaplar ba'zi hollarda yordam berishi mumkin, lekin asosiy dalil baribir hujjat bo'ladi. Masalan, bir ayol 1958 yildan 1936 yilgacha Tikuv sexida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga kirgani yozilgan, lekin ishdan bo'shagani haqida muhr noaniq buyruq raqami o'chib ketgan. Tashkilot esa allaqachon yopilgan. Pensiyaga borganda unga bu davrni arxiv orqali tasdiqlang deyishadi. Agar u oldindan arxivga murojaat qilgan bo'lsa, buyruq nusxasi, shaxsiy varaqa, ishga qabul qilingan va bo'shagan sanasi bo'yicha ma'lumotnoma olib qo'yadi. Natijada shekil staj saqlanib qoladi. Agar buni qilmasa, bir necha yil pensiya hisobidan tushib qolishi mumkin. Mana shu tekis yil pensiya miqdoriga har oy ta'sir qiladi. Bir oy emas, bir yil emas, butun pensiya oladigan davr davomida ta'sir qiladi. Ikkinchi ma'lumotnoma, ish haqi yoki daromad bo'yicha ma'lumotnoma. Ko'pchilik stajim bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, staj boshqa, ish haqi boshqa. Pensiya faqat necha yil ishlaganingizga qarab emas. Ayrim davrlardagi ish haqingiz, badallar, hisoblangan daromadlar asosida ham shakllanadi. Ayniqsa eski yillarda yuqori oylik olgan, lekin hozir tizimda bu ma'lumot ko'rinmayotgan odamlar zarar ko'rishi mumkin. Masalan, bir erkak kishi 1995 yildan
2002 yilgacha qurilish tashkilotida usta bo'lib ishlagan. O'sha paytda oddiy ishchilardan ko'ra ko'proq oylik olgan, lekin tashkilot tugatilgan. Buxgalteriya hujjatlari arxivga topshirilgan yoki topshirilmagan. Agar u ish haqi bo'yicha ma'lumotnomani topa olsa, pensiya hisobida daromad darajasi yaxshiroq ko'rinadi. Topa olmasa, tizim o'rtacha yoki mavjud ma'lumotlar asosida hisoblaydi. Bu esa ayrim hollarda pastroq pensiyaga olib keladi. Buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, ikki kishi bir xil o'tim yil ishlagan. Birinchisining ish haqi bo'yicha ma'lumotlari to'liq, ikkinchisining esa 10 yillik oyliklari tasdiqlanmagan. Birinchi odamning pensiyasi hisoblanganda uning real daromadi ko'rinadi. Ikkinchi odam esa men ham shuncha ishlaganman desa ham hujjat bo'lmagani uchun ayrim davrlar kamroq baholanishi mumkin. Natijada har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ham ko'proq farq chiqishi mumkin. Kimdir aytishi mumkin. 100 ming nima bo'pti? Lekin 100 ming so'm har oy bo'lsa, bir yilda 20 million 200 ming so'm, ing yilda 22 million so'm. Agar farq 300 ming bo'lsa, bu ing yilda 36 million so'm degani. Demak, bitta ma'lumotnoma oddiy qog'oz emas. Kelajakdagi real pulingiz. Uchinchi ma'lumotnoma arxiv yoki tugatilgan tashkilot bo'yicha tasdiqlovchi hujjat. Bu eng ko'p muammo tug'diradigan qism. Chunki odam ishlagan korxona bugun mavjud bo'lmasligi mumkin. Masalan, sobiq kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, kichik korxona, xususiy firma, qurilish boshqarmasi, savdo tashkiloti, maktabgacha ta'lim bo'limining eski bo'linmalari, tuman iste'molchilar jamiyati, kombinat yoki zavod yopilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam bevosita o'sha joyga borib ma'lumot ola olmaydi. Shunda arxiv idorasi, yuqori turuvchi tashkilot, huquqiy voris, hokimlik arxivi yoki idoraviy arxiv yordamga keladi. Lekin arxiv ham sirli joy emas. U yerda hujjat bo'lsa topiladi. Hujjat topshirilmagan bo'lsa qiyinlashadi. Ba'zan arxivda faqat ishga qabul qilish buyrug'i bor, ishdan bo'shash buyrug'i yo'q. Ba'zan faqat ish haqi vedomosti bor, lavozim yozilmagan. Ba'zan familiya xato yozilgan. Masalan, Karimova o'rniga Karimova, Abdullayev o'rniga Abdullayev. Tug'ilgan sana bir raqamga adashgan. Ana shunday mayda ko'ringan xatolar pensiya vaqtida katta to'siqqa aylanadi. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatlaringizni oldindan tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, ishga kirgan va chiqqan sanalar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi kimlar albatta xavotir olishi kerak. Birinchi navbatda 1990 yildan 2005 yilgacha turli korxonalarda ishlaganlar. Bu davrda ko'p tashkilotlar qayta tashkil etilgan, yopilgan, nomi o'zgargan. Ikkinchidan, mehnat daftarchasi yozuvlari noaniq bo'lganlar. Masalan, muhr xira, buyruq raqami yo'q, sana noto'g'ri yozilgan. Korxona nomi to'liq emas. Uchinchidan, bir joyda norasmiy ishlab, keyin rasmiylashtirilganlar. To'rtinchidan, kolxoz, sovxoz, shirkat, fermer xo'jaligi, kooperativ, kichik korxona, savdo shoxobchasi kabi joylarda ishlaganlar. Beshinchidan, bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogiron farzand parvarishi, chet elda ishlash kabi davrlari bo'lganlar. Chunki bu davrlarning ham pensiya stajiga kirishi yoki kirmasligi hujjatga bog'liq. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish faoliyatingiz so'nggi yillarda elektron tizimda to'liq aks etgan bo'lsa, ish beruvchingiz badallarni o'z vaqtida to'lagan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, tashkilot bugun ham ishlab turgan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin xavf kam degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men amaliyotda ko'rganman. Odam davlat tashkilotida 20 yil ishlagan, hammasi joyida deb o'ylagan, lekin bir yil davomida lavozim o'zgarishi noto'g'ri kiritilgan yoki familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, tizimda eski familiya bilan qolgan. Shu sababli tekshirish hamma uchun foydali. Endi ba'zi nozik jihatlarga to'xtalaylik. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, hammasi tugadi degani emas. Odam mehnat daftarchasini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Suv bosgan, yong'inda kuygan, ko'chishda yo'qolgan, eski ish joyida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotlari, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomotlari, shaxsiy hisob varaqlar, kasaba uyushmasi hujjatlari, soliq va badal ma'lumotlari yordam beradi. Ya'ni asosiy maqsad bitta, siz haqiqatan ishlaganingizni hujjat bilan isbotlash. Ikkinchi nozik jihat, guvohlar masalasi. Ba'zi odamlar ikki kishi guvoh bo'lsa yetadi deb o'ylaydi.
Amalda guvohlarning ko'rsatmasi ayrim hollarda yordamchi dalil bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda ham asosiy yechim emas. Ayniqsa ish haqi miqdorini guvoh bilan isbotlash juda qiyin. Guvoh siz bilan birga ishlaganini aytishi mumkin, lekin sizga qancha oylik hisoblanganini aniq tasdiqlab bera olmaydi. Shuning uchun ish haqi ma'lumotnomasi alohida ahamiyatga ega. 3-nozik jihat ayollarda familiya almashishi. Juda ko'p ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasining bir qismi qizlik familiyada, keyingi qismi turmushdagi familiyada bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizimda odamni bir shaxs sifatida bog'lashda qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Shuning uchun ayollar albatta nikoh guvohnomasi, ajim bo'lsa ajim hujjati, familiya qayta o'zgargan bo'lsa tegishli dalolatnoma nusxalarini tayyorlab qo'ysin. 4-nozik jihat bola parvarishi davri. Ayollar ko'pincha men 3 yil uyda bola bilan o'tirganman, bu stajga kiradimi deb so'raydi. Bu masalada aniq hujjatlar kerak bo'ladi. Bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan ta'til buyrug'i, bola parvarishi ta'tilga chiqqanlik va qaytganlik bo'yicha ma'lumotlar. Agar ayol bir necha farzand bilan ketma-ket ta'tilda bo'lgan bo'lsa, sanalar juda muhim. Chunki bir kun ham, bir oy ham hisobda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, pensiya organi davrlarini to'g'ri baholaydi. 5-nozik jihat harbiy xizmat. Erkaklarda harbiy xizmat davri ko'pincha stajga aloqador bo'ladi. Lekin buni ham harbiy bilet yoki tegishli ma'lumotnoma bilan tasdiqlash kerak. Harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limidan yoki tegishli arxivdan ma'lumot olishga to'g'ri keladi. Ba'zan odam 2 yil xizmat qilgan, lekin biletida sana noaniq yoki noto'g'ri ko'rsatilgan bo'ladi. Buni pensiya vaqtida emas, oldindan to'g'rilash ancha oson. 6-nozik jihat chet elda ishlaganlar. Agar odam chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, u davrning pensiya hisobiga ta'siri xalqaro shartnomalar, to'langan badallar va tasdiqlovchi hujjatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin chet elda norasmiy ishlagan hech qanday shartnoma, badal, ruxsatnoma yoki ma'lumotnomasi bo'lmagan odam keyin bu yillarni pensiya stajiga kiritishda qiynaladi. Shuning uchun chet elda yurganlar ham ish shartnomalari, to'lov hujjatlari, sug'urta raqamlari, rasmiy ma'lumotnomalarni saqlash kerak. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni qo'lga oling va boshidan oxirigacha tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsa bo'lishi kerak. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami va sanasi. Mur aniqmi? Korxona nomi tushunarlimi? Lavozim yozilganmi? Hammasini ko'ring. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan ishga kirganingiz bor. Bo'shaganingiz yo'q yoki muhr yo'q, darhol shu tashkilotga yoki uning vorisiga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, ishlagan joylaringiz ro'yxatini alohida yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefonga shunday tartibda yozing: korxona nomi, qaysi yildan qaysi yilgacha ishladingiz, lavozimingiz, taxmin manzil, rahbar yoki buxgalter kim bo'lganini eslasangiz yozing. Bu ro'yxat arxivga murojaat qilganda juda yordam beradi. Chunki arxiv xodimi qaysi tashkilot, qaysi yil, qaysi familiya bo'yicha qidiraylik deb so'raydi. Siz qanchalik aniq ma'lumot bersangiz, hujjat topish imkoniyati shunchalik oshadi. 3-qadam, ish staji bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar tashkilot hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Arizada mening falon yildan falon yilgacha ushbu tashkilotda ishlagan davrimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, hokimlik arxiviga, tegishli vazirlik yoki idoraning arxiv bo'limiga murojaat qiling. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi nusxasini qo'shing. 4-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Bu ayniqsa eski yillarda yaxshi oylik olganlar uchun muhim. Arizada falon yillarda menga hisoblangan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar arxivda oylik vedomoslari saqlangan bo'lsa, ular asosida ma'lumot beriladi. Agar barcha yillar topilmasa, topilgan yillar bo'yicha ham oling. Chunki qisman ma'lumot ham umuman ma'lumot yo'qligidan yaxshi. 5-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Bugun ko'p xizmatlarni Davlat xizmatlari markazi mypok.gov.uz pensiya jamg'armasi tizimlari yoki tegishli idoralar orqali tekshirish mumkin. Agar elektron tizimda ish stajingiz ko'rinmasa, bu darhol hujjat yo'q degani emas, lekin signal. Demak, siz qog'oz hujjatlarni tayyorlab
ma'lumotni to'ldirish yoki tasdiqlash yo'lini izlashingiz kerak. Davlat xizmatlari markaziga borib, qanday ma'lumotlar ko'rinayotganini so'rang, pensiya bo'limidan maslahat oling. 6-qadam. Barcha hujjatlarni nusxa qilib saqlang. Faqat asl nusxani bir papkaga solib qo'yish yetarli emas. Har bir ma'lumotnomadan kamida 2 nusxa qiling. Telefoningizga rasmiy olib qo'ying. Imkon bo'lsa, skaner qiling va elektron pochta yoki bulutli xotirada saqlang. Chunki hujjat yo'q bo'lishi mumkin, nam tegishi mumkin, yirtilishi mumkin. Pensiya hujjatlari esa odamning moliyaviy kelajagi bilan bog'liq. 7-qadam. Hujjatdagi xatolarni darhol tuzating. Agar ma'lumotnomada familiyangiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa, mayli, tushunarli-ku deb qoldirmang. Agar tug'ilgan yilingiz, ishga kirgan sanangiz yoki lavozimingiz noto'g'ri bo'lsa, albatta qayta to'g'rilatib oling. Chunki bugun oddiy ko'ringan xato ertaga pensiya tayinlashda ma'lumot mos kelmayapti degan muammoga aylanadi. 8-qadam. Yaqinlaringiz, ota-onangiz, qaynota-qaynonangiz, qishloqda yashaydigan qarindoshlaringiz, eski kolxoz yoki tashkilotlarda ishlagan insonlar bunday hujjat ishlarini yaxshi bilmasligi mumkin. Ularga mehnat daftarchasini tekshirishda, ariza yozishda, arxivga borishda yordam bering. Ko'pincha odamlar pensiyaga chiqqandan keyin yugurib qoladi, lekin ayrim hujjatlarni topish uchun 1 oy, 2 oy, hatto undan ko'proq vaqt ketishi mumkin. Mana bitta hayotiy vaziyatni olaylik. Bir otaxon 32 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida ham ko'p yozuvlar bor, lekin pensiya hisobida 27 yil tasdiqlanadi. Nega? Chunki 5 yil ishlagan shirkat xo'jaligi bo'yicha hujjat noaniq. Otaxon hamma biladi. Men brigadir bo'lganman deydi. Lekin arxivdan buyruq yoki ish haqi hujjati topilmaguncha bu 5 yil bo'yicha muammo turadi. Agar otaxon buni 6 yoshga yetmasdan oldin, masalan, ertaki yoshda tekshirtirganida, arxivga vaqtida murojaat qilganida, sobiq hamkasblarini topganda ehtimol bu davrni tasdiqlash osonroq bo'lardi. Demak, vaqt omili juda muhim. Yana bir misol. Bir ayol maktabda 12 yil ishlagan, keyin bog'chaga o'tgan. Keyin yana maktabga qaytgan. Familiyasi nikohdan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya bilan yangi familiya bog'langan joyda kadrlar bo'limi xato qilgan. Pensiya vaqtida tizimda 2 ta turli shaxsdek ko'ringan. Ayol nikoh guvohnomasi, eski pasport ma'lumotlari ish joyidan tasdiq xati olib kelgandan keyin masala hal bo'lgan. Agar u bu hujjatlarni topa olmaganida ortiqcha ovora bo'lardi. Shuning uchun ayollar uchun familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar alohida papkada bo'lishi shart. Yana bir muhim ogohlantirish: hech qachon soxta ma'lumotnoma olishga urinmang. Ba'zi odamlar arxivda topilmasa, tanish orqali qilib beramiz degan gaplarga uchadi. Bu juda xavfli. Pensiya hujjatlari davlat tizimida tekshiriladi. Soxta hujjat aniqlansa, nafaqat pensiya qayta ko'rib chiqilishi, balki javobgarlik masalasi ham kelib chiqishi mumkin. Sizga kerak bo'lgan yo'l faqat qonuniy yo'l. Arxiv ish beruvchi davlat xizmatlari, pensiya bo'limi, tegishli idoralar orqali rasmiy ma'lumot olish. Ariza yozishda ham aniqlik muhim. Arizani umumiy menga ma'lumot bering deb yozmang. Aniq yozing. Men falonchi falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ish stajimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ish haqi uchun esa falon davr uchun menga hisoblangan ish haqi to'g'risida ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizaga aloqa raqamingizni, yashash manzilingizni, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Bu qidiruvni osonlashtiradi. Agar sizga hujjat topilmadi deb javob berishsa, darhol taslim bo'lmang. Qaysi arxivda qidirilganini, qaysi fond, qaysi yillar tekshirilganini so'rang. Tashkilotning nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, siz avtokorxona deb eslaysiz. Lekin hujjatlarda u avtotransport boshqarmasi yoki Person avtokorxona deb yuritilgan bo'lishi mumkin. Kolxoz nomi ham yillar davomida o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski hamkasblardan, mahalla oqsoqollaridan, tuman arxivdan tashkilotning to'liq nomini aniqlab olish foydali. Agar pensiya bo'limi biror davrni hisobga olmasa, sababini yozma yoki aniq tushuntirish shaklida bilib oling. Qabul qilinmadi degan gapning o'zi yetarli emas. Nima uchun qabul qilinmadi? Sana mos emasmi? Mur yo'qmi? Buyruq raqami kerakmi? Ish haqi vedomosi topilmadimi? Familiya mos kelmayaptimi? Sabab aniq bo'lsa, yechim ham aniq bo'ladi. Sababni bilmay turib odam bir idoradan ikkinchiga sarson bo'lib yuraveradi. 1 iyulgacha nima qilish
kerak degan savolga mening aniq javobim shunday. Birinchidan, mehnat daftarchangizni tekshiring. Ikkinchidan, eski ish joylaringiz bo'yicha staj ma'lumotnomasini oling. İmkon bo'lsa ish haqi ma'lumotnomasini oling. To'rtinchidan, tashkilot yopilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasini rasmiylashtiring. Beshinchidan, elektron tizimdagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatlaringizni solishtiring. Oltinchidan, xato bo'lsa hozirdan tuzatishni boshlang. Bu ishlarni kechiktirmang. Chunki arxivga so'rov berilsa, javob darhol chiqmasligi mumkin. Ba'zan 10 kun, ba'zan 15 yil kun, ba'zan bir oy yoki undan ko'proq vaqt ketadi. Agar hujjat boshqa viloyatda bo'lsa, yana vaqt ketadi. Agar tashkilot nomi aniq bo'lmasa, qidiruv cho'ziladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishimga hali 2 yil bor degan odam ham bugundan tayyorlansa, ertaga o'zi yutadi. Hujjat tayyor bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha tinch, asabsiz va aniq o'tadi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta xato odamlarning hujjatni faqat oxirgi oyda yig'ishi. Pensiya yoshiga yetganda odamning o'zi ham charchagan bo'ladi. Idora yurish og'ir bo'ladi. Ayrim hujjatlar esa tez topilmaydi. Natijada odam yoki pastroq pensiyaga rozi bo'lib qoladi, yoki oylar davomida hujjat izlab yuradi. Aslida esa ko'p muammolarni oldindan tekshirish orqali bartaraf qilish mumkin. Xulosa shuki, iyulgacha 3 ta asosiy yo'nalishni nazorat qiling. Ish stajingiz tasdiqlanganmi? Ish haqingiz bo'yicha ma'lumot bormi? Eski yoki yopilgan tashkilotlaringiz bo'yicha arxiv hujjatlari tayyormi? Bu uchala masala pensiya yillaringizni yo'qotmaslik. Mehnatingiz qadrsizlanib qolmasligi va kelajakda har oy oladigan pulingiz kamayib ketmasligi uchun juda muhim. Agar sizda mehnat daftarchasida noaniq yozuvlar bo'lsa, eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki ish haqi ma'lumotlaringiz yo'qligidan shubhalansangiz, bugunoq harakatni boshlang. Davlat xizmatlari markaziga boring, pensiya bo'limidan maslahat oling, arxivga ariza yozing. Ish beruvchidan ma'lumotnoma so'rang. Hujjatni topish qiyin bo'lishi mumkin, lekin topilgan har bir yil sizning foydangizga ishlaydi. Sizlardan iltimos kommentariyada yozing. Sizning mehnat daftarchangizda ham eski, noaniq yoki muvsiz yozuvlar bormi? Eski ish joyingiz hozir ham bormi yoki yopilib ketganmi? Bu mavzu bo'yicha yana alohida video qilishimni xohlasangiz, albatta fikringizni qoldiring. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Va like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta vaqtida olingan ma'lumotnoma odamning yillar davomida qilgan mehnatini saqlab qolishi mumkin.